Opa, chiqqan qiz chiqiriqdan tashqarida. Endi bu uyda yashashni xayolingizdan chiqarib tashlang. Bir onani qornidan talashib tushgan qizlik. Shu uyda men ham katta bo'lganman. O'z ota-onamnikiga sig'masam, ayol boshim bilan qayerga sig'aman? Ota-onamiz o'tib ketgan. Uyga ikromga kelin tushiramiz. Buni olingda bugun uyni bo'shatib qo'ying. Qiz bolani taqdiri shu ekan-da. Erinikiga borsa ota-onasiga haydashadi. Ota-onasiga borsa erinikiga haydashadi. Pochchoy rahmatli tirik bo'lganlarida men qaytib kelmagan bo'lardim. O'ylab bolam. Bir kunimizni ko'ramiz. Anakalib. Bu nima? Bu 5 yildan beri o'zimga deb qo'yayotgan hovlini kaliti. Yaqindagina bitdi. Endi bu xotining hammasini gaplashib bo'lgan. Ukasini to'raga baraka berib tursa, bundan yaxshilarini olamiz. Yo'q, men buni ololmayman. Opa, siz bir kun xotirjam yashaganingizda his qilgan baxtimni siz ko'chada qolib, men bu qo'lida 100 yil yashasam ham topam. Meni xursand bo'lsin desangiz. Boriga shukur jigarim.